Assalomu alaykum Shimboy. Albatta bunday imoratlar sizlarga barchangizga o'ng bo'lsin, barchangizga quvonch olib kelsin degan umiddaman. Xalqimizga usunday жаңалыклар, usunday to'ylar jarasadi. Mening aytacağım hozir kunda she'r bilan как ustozman, hozir 2023 dan beri menga eng birinchi bo'lib shagird bo'lib kelganda men she'rdan so'radim. Klienting kim o? Ya'ni xaridaring kim? Kimga sen xizmat qilasan desa, menga studentlar deb javob berdi. Durustmi she'r? Eng birinchi kim o'zi klienting? Sen kimga xizmat qilasan desa, studentlar deb. Aradan vaqt o'tib birga ishlashib, to'xta she'r dedim. Bizlar kichkina bolalar ekan bizlarning klientlar. Xaridarlar ekan bizlarning klientlar. Bugundan boshlab sen pul tobuga urinma. Pul topaman desang bir filial bilan qilasan deb. Tek qanat kichkina bolalarga tek bizga xizmat etib boshlayapti dedik. Durustmi she'r? Na. Sol kichkina bolalarning quvonchidan sherik bo'laylik. So'larga quvonch olib kelaylik. Agar tek qana sol jardam bilan boshlasak, sen ko'plagan natijaga erishasan. Biroq pulni ikkinchi o'ringa qo'y. Birinchi o'ringa tek qana bolalarning quvonchidan birga bo'lish degan edim. Meniki ko'rib tursam hozir 80% odamimiz, ya'ni xaridorlarimiz o'zi bizlarning klientlarimiz ekan. Endigidan bular xudo qalasa sening boshliqlaring mana kichkina bolalar. Durustmi? Tek usul kichkina bolalarda xizmat etuvini sharchamasang, xudo qalasa 60 filialma 60 filialda xudo qalasa ochiladi. Biroq pulni ikkinchi o'ringa qo'yish kerak bo'lgani. Barchangizga omad. Rahim usul жұмыстарда hech qachon sharchama, usul kichkina bolalarning quvonchini ko'tarishga hech qachon sharchamaysan. Rahmat. Demak, qadrli mehmonlar, hurmatli do'stlar, endi